Assalomu alaykum azizlar. Kia Sonet mashinasini qo'yganmiz. Propan gaz bilan o'stirib qilib beryapmiz. Propan gaz bilan o'stirib qilayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Sizlarga birma-bir aytib o'taman va bu uchun sizlarga yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, birinchi ahamiyat beradigan narsamiz termotrubka bo'ladi. Zapravka qiladigan narsasiga termotrubka qo'yish kerak. Nimaga desalaring, zapravka qilganda o'tichga berib, boshda ortmaydi. Xo'p, qo'yilayotgan jihozlarni birma-bir tanishtirib o'taman. Albatta, yaxshi komplektatsiya yig'ilsa, mashina yaxshi yuradi, siltiramaydi, bo'g'ilmaydi, zo'r yuradi. Original jihozlar bilan qo'yish kerak har doim. Xo'p, Polsha miya ko'rishlaring mumkin. Bu dual jet hisoblanadi. Mana ustakamiz ham olib beryapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p, mana Yevropa gaz hali padelkasi chiqmagan. Reduktorimiz Nordic italyanskiy original Nordic. Buni padelkalari ham chiqqan. Xo'p, farsumkamiz italyanskiy real 2 ohmlik original farsumkamiz. Buni ham xuddi padelkalari chiqqan azizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Guliston Metangazga aloqaga chiqasizlar.